Meni tunamsiz? Men tunmadim adash. Yo'q, faqat tunamadim-ku. To'va, ha, yelita novisa o'qamasa adash. Undaysiz? Men menga jiglab qolganda da'atma. Ovozingiz-ku bek tunishdek qiladi, lekin o'zingizni faqat tunamadim-ku. Men boshlang'ich o'tirmakda hammasi bir partada o'tirib o'qigan saboq desa, Ruqiyma emasmi jinim do'stim? Voy, sen Ruqiyami? Ruqiyma. Voy, Ruqiya. Bu senmi? Vallahi yaxshi. Yaxshi turibsa. Yaxshimi? Yaxshi, o'zimchi. Adash. Nimda xayr-xotirlarda kasb olgansan, adash. Sen menimda bolajinlarda kesib olgansan. Adash, o'zi buruq yerimdagi gap qilding-a? Voy, sen to'y qildingmi? Sen to'y qilmadingmi? Men-ku to'y qildim, men seni bu turqin qarab agitagimdimki deyman-a. Ruqiya. Voy, Ruqiyma degan jinim do'stim. Voy, Ruqiya degan ismini qachon o'yab o'zgartiryapti? Hey, adash, biz ko'rishmagan necha yil bo'lib ketdi-ya? Ha, 10 yildan oshdi-ku deyman. Ay, sen maktab bitirib yurting ketganding-ku. Voy, shu yurtimga ketgandim, ash kunanday andaq qilib, mandaq qilib, ali qilib, mali qilib, men cho'shak olib keldim, adash, birga yashaymiz. Yaxshi bo'pti, bak, yaxshi bo'pti. Endi bir shaharda birga yashaydigan bo'ldik, adash. Adash, tug'dingmi? Ha, 2 bolam bor. Cho'ngi qiz 8 yoshga kirdi, kichigi o'g'il 6 yoshga kirdi. Nima uchun jiqtug'sa, adash? Yana birini tug'aydigan ruxsat qilmaydigan. Sen tug'indingmi? Men shu boltiqim yo'q deb birinchi yeri bilan ajrashib ketdim. Mani. Ay, sen yilqi bizning savodishimiz Jelil bilan yurganding-ku. Voy, shu akichilikda, nodonlikda bilmay tegib tikanman u bir matuka adash. Voy, u xili obdan bilimlik isil bolatigu. Voy, men ancha shundan o'ylab tekkan. Og'cha, endi shuni qilib birman, og'zingizdan chiqib qolganda tayyor qilman. Osmonlik oyimda so'zim uzib birman, jinim deb o'ylablar. Oddiysi Jelil degan matu ismingizni Javlon, Jasur deb o'zgartiraylik desa, unimiga qara. Voy, ismi bir yeringga putlashmagandan keyin nima qilating o'zgartimiz deb. O'tirishlarga berib qolsak, hamma odamning ismini, yo'ldoshlarining ismini tanishtirganda Imron, Kamron, Rifat, Rinat deb mo'nkaganda Jelil, Jillaxon sima yuzim chaqqib to'kilib ketgan. Hele uzun kaydan davatgan, hele qisqa kaydan davatgan, hele ayron ichilib qoldi desa, hele mayron yapmamsa davatgan. Birdan turib, onam yoshinib qoldi, jutun qaytirib kelib baqayli desa, yana birdan turib, qo'qoy suqqanimizdan qiyinchiliklarga yordam qiling davatgan. Shuni ikkimiz ayda turib so'qishib ketgan adash. To'y qilib bir 2 yil bo'lmaydi. Men bundoq turmushdan joq qo'ydim. Bolasiz turmushmi? Men bol tug'bat deydi qara. Voy, uning uchun tug'basan men bo'pti. Voy, men jellakka bol tug'banda. Voy, o'zing uchun, yo'ldishing uchun tug'basan yaxshi emasmi? Bola degan mazadek uyni bazadak, cho'ldek uyni guldek qiladi emasmi? Bola deganni mendaq madaniy dada. Isi doji o'yla, chiroyli mashina, qashlaydigan sarak pul bo'lsa, tug'asa. Uy desa uyning tayini yo'q, mashinasi asla yo'q, qashlaydigan tuzuk puli yo'q, ismi texim matu jellakka bol tug'basam. Chiqqan bolam bechora baxtli bo'lam seningcha? Qancha bo'lsa, boylardan boshqadan bola tug'misi bo'ldi ekanda, Ruqina xina. Shunday qilib har qanday bir normal o'z ayoliga qo'yadigan talabni qo'ysa, unimay ayrilib to'xatim bo'lib o'tadi. Nimani? Yo'q, yana biriga tegib oldi. Bu yo'lda shug'ullanib yaxshi o'tayotgansa, buni ismi hech chiroyli Rifqat. Ism o'zgartirmay deb jiddallashmasang bo'g'dakda. Biroq ismini o'zgartirish bo'lmagan bilan adash, buni o'zgartirish bo'lmaydigan nurg'un taraflari bor. Hay, bu yana nari yorimidi? Bu Bekkomush. Gomush? Qanday bo'lmasang gap qilmaydi. So'qshay desangmi gap qilmaydi, yo sen bilan so'qashmaydi. To'y to'kin berib qolsa, bir qo'l tansipansi deganga tortmay, mijilib o'tag'in. Ay jinim, savaqdishim, bu to'y to'kunda tansi o'ynash farz bo'lmaganiga o'yinimizni nim bo'pti. Voy, xeylijiq erlar tansi o'ynamaydi-ku. Voy, ma ayqaq qo'ygu, to'y to'kunda o'zini xotini bilan tansi o'ynamagan bilan, ayrim qandaylik Allohning jinlarida disko o'ynaydi ekan. Meni o erib o'ydi go'mush, yuvos
bulvağını bilen bağı, taladı şunda suyukmuş. Ötkende kötük gitip kalsak, yat gitip bakan bir noynakta olsun, muşto kılıp yerine tekden kara atmam da, hey, dep şey edilen, tılla toyuz ettim. Hey, unda qılma, eringi işen. İşen iştigen baxtning asası jumu. Siz konulning eringi işeniga ke ishkoning bosoqsi ishen degan gapini anglamaganlar. Sizlar eringi ko'rsatdim ta'tilda. To'yga 2 soat grim qilib yosinib, eng chiroyli kiyimimizni kiyib to'zdek bo'lib borsak, bu haraqul tamaki dumshib o'tirib ketib qolgan. Biz taraf qarab erim qayoqdan kelib men ta'tilda deb o'tirib ketib qolgan. Bugün ümidimizni uzib, oxiri olgan andamiz qilib shartlashib bizimizga to'y o'ylab ketib qolgan xudo. Ma aqaq degan bor-ku. Haqni o'tni qashatadi ekan, o'zini o'tni tashatadi ekan. Dash. Jinim do'stim, biz yanlam ayollar o'zimizni izlab baqsaq bo'larmikin deyman-a? Gunohimiz bu haqda biz nimani izlaymiz? Biz haqiqiy ayollik burchimizni ado qila olayotamdik, qila olmayotamdik. Bizda erlarimiz bizni so'ygidek shart-sharoitlarni hozirlay oldikmi? Albatta har qanday ayol go'zallikni so'yidi. Erlarni go'zal ayollarni so'yidi. Lekin biz erlarimizning zoti go'zallik o'lchamining nima ekanligini tushunib yiqishga tirishdikmi? Mencha ko'pincha ayollar erlarimizning go'zallik o'lchamining nima ekanligini faqat tushunmaymiz. Boshqa gapni qo'yaylik. Maşu çiçeğin, kivagan kiyiming, tırnaqlarının gipini qilaylik. Sen bu yıl necha yosh kirding? Sana 30, başqalarga 20. Hey, ma o'zimizga loyiq, urf odatimizga, milliy an'anamizga loyiq ish qilmamdik deyman. Men shu qanday qilsam erimga chiroyli ko'rinaman deb topgan pulimning hammasiga kiyim elib, adash. Bosh xotinlar oydizda bir hafta girim ishlasin, hepsini ishlatib, yasab yurganim. Bizda anangni dadangga farzandsiz ko'rsatma deydigan gap bor. Lekin biz o'zimizga loyiq, milliy an'anamizga, urf odatimizga loyiq yasashimiz kerak. Mushu Tangirtog'ning bag'rida yashayotgan bir erkakning xotini turib, mushundaq bema'ni yasinib olsam, bu qandaymi yo'ldishingning suyishiga erisha olaysa deyman. Abishka yasinmaganlik bekamroqsan-ku. Sen bunday yo'lda ketyapsan, biroq g'ayriy narsa uchirsan, qaramsan. Qarayman, usib olmay deb qarayman shu. Erlarmi shu usib sanmay deb qaraydi xolos. Bu haq usib olsam-ka deb qaram ketadi. Bir haqiqiy baxtlik oila qurmizda aytganmiz. Şirin sözlük, esil nazakatlik, işchan kuyimchan, balalarni obdan tarbiyalaydigan, o'ziga loyiq grim qilishni, yasinishni biladigan bir ayol bo'lishimiz kerak. Tabiiy grim qilishmi bir san'at. Sinaja terlaring shunday yumron. Tegidan paqirab turibdi. Sen mi grim qildingmi? Ayol kishi olganki albatta men mi grim qilaman-da. Atlan bizning şirkatga borgan. Bizning ustalarimiz sening chichingni, girmingni, kiyimlaringni hammani loyilab berdi. O'zingga toza mas keltirib berdi. Bulamda? Hamma loyilab. Telefon numarini qoldirib qo'ysang, men ati boraysan izda. Ma'qul. To'xtatdi. Mana sim kartoshka. Chimanzar to'y girim, to'y surat, to'y kiyim. Bosh shirkatning direktor Yo'dash. Şirkette çaldın mı? Yo'q, endi shu boshqarib ishlayapman. Muborak olsun odash, muborak olsun. Rahmat. Şirkette çaldın mı? Ma bunda tuyuqsiz uchrab qolamiz deb men so'mkamga bog'oqni savamabdi ekanman. O'g'illikka o'g'limning sunnat to'yi. Kech soat 6da Parvoz restoranda berib qatnashib berasiz.